Savol. Demak sizga kasr qo'shish kerak bo'lgan mavzungizda 5 dan 2 ga 3 dan 1 ni qo'shish kerak. Bu kasr qo'shishni bilamiz, hamma biladi. Ya'ni uni mahrajlar berib topish bilamiz. Faqat buni mohiyati, ma'nosi qayerda desa, ma'nosi 5 dan 2 degani shu to'rtburchakni 5 ta bo'lakka bo'lasiz. 1, 2, 3, 4, 5. Va shuning ikkita bo'lagi degani ikkita bo'lagini bo'yaysiz degani. Ya'ni 5 ta bo'lakning ikkita qismi. Endi unga qo'shishimiz kerak ekan 3 ta bo'lakning bir qismi degani shu bo'lakni biz demak 3 ga bo'lamiz. Qanday qilib desa, keling boshqa rangda bo'lib ko'ramiz. 3 ta bo'lakka bo'lamiz va uning bir qismi degani bir qismini bunaqasiga bo'yaydigan bo'lsak, endi shu yerda javob turibdi. Nima javob turibdi? Nechta katak haqida gap ketyapti? Bu yerda 5 taga 3 ta bo'lsa, demak 15 ta katakning nechtasi bo'yalganligi haqida gap ketyapti. Ya'ni sanaymiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. G'alati emasmi? Kataklar 11 ta bo'lgan. Chunki bu yerda 2 marta bo'yalgan katakni 2 marta sanaysiz. Yana sanab beraman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demak bu javob bo'ladi. Bu mohiyati.